Hammaga, meni ismim Olimov Avazbek, Regan Nordic University talabasiman va hozirda biz qilayotgan startap bu aqlli tarozi, ya'ni sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan savdo tizimi. O'zbekiston supermarketlarida nimalar bo'lyapti? Mijozlar kutib qolyapti hamda bitta dona sotuvchini o'zi ko'p mijozlarga ulgurmayapti. Hamda hozirgi supermarketlardagi eng katta muammo bu pulning xatosi bo'lyapti. Ya'ni pulning xatosi. Bu narsa pulning xatosini biz ikki xil ssenarioda ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni birinchi ssenarioda qanaqa bo'lyapti? Misol uchun supermarketlarga olma keldi deydigan bo'lsak, qimmat olma keladi hamda supermarketlarga unga pul qo'yiladi. Ya'ni o'sha mahsulotning o'ziga yarasha kodi qo'yiladi. Hamda bu kod qo'yilgandan keyin misol xaridor keldi, xuddi o'sha qimmat olmani oldi. Olgandan keyin sotuvchi adashib ketib, kodini arzon olmanikini qo'yib qo'ydi deydigan bo'lsak, bunda tadbirkorning o'zi juda ham katta minusga kirib ketib qolishi mumkin. Ikkinchi ssenarioga kelib ko'radigan bo'lsak, bunda navarot teskarisi bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Xaridor arzon olma oldim deydi. Sotuvchi xuddi o'sha kodini almashtirib, ya'ni qimmat olmani kodini qo'yib qo'yishi mumkin. Xo'p, ikkala ssenarioda, misol uchun birinchi ssenariyomizda tadbirkor pul yo'qotyapti, ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorimiz xaridor yo'qotyapti. Xaridor yo'qotganiga plyus bo'lib, uni ishonchini ham yo'qotadi. Xo'p, endi biz shu muammolarga yechim qilib, aqlli tarozi sistemasini ishlab chiqdik. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Mahsulotni qo'yadi. Sun'iy intellekt bu mahsulotni aniqlaydi hamda unga chek chiqarib beradi. Chek chiqarib bergandan keyin kassaga olib boradi, to'lov qiladi. Xo'p, undan keyin oldinlari qanaqa bo'lardi? Odamlar navbatda kutib turardi. Kassirlar bo'lardi. Odamlar o'zi qo'lda kiritardi. To'g'rirog'i, tadbirkorlar qo'lda kiritardi. Xo'p, xuddi o'sha qo'lda kiritgani hisobiga puldagi xatolar bo'lardi. Bizning yechimimiz bo'ladigan bo'lsa, aqlli tarozi bo'ladi. Sun'iy intellekt o'zi avtomatik ravishda mahsulotlarni aniqlaydi. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun xaridor keladi, mahsulotni taroziga qo'yadi. Qo'ygandan keyin mahsulot aniqlanadi. Ya'ni kamera u narsani skaner qiladi. Og'irliklar, hamma narsasi o'lchanadi. O'lchangandan keyin narx hisoblaydi. Narxni hisoblab bo'lgandan keyin chek chiqarib beradi. Bu chek asosida kassaga boradi, to'lovini qiladi. Xo'p, undan keyin hozirda eng ko'p rivojlangan tarozilardan bittasi biz Rongta tarozisining SCR 200 modelini oldik. Ya'ni bu hozirda Farg'ona bozorini olib qaraydigan bo'lsak, juda supermarketlarga, ya'ni Korzinkada yoki Flagman, Osiyo Market kabi supermarketlarda bor. Xo'p, undan keyin biz mijozlarimizga ikki xil yechim taklif qilamiz. Ya'ni bu yechim qanaqa bo'ladi? Tasavvur qilamiz, supermarketlarda o'zining tarozisi bor, lekin u tarozini sotib olishi, ya'ni u narsadan voz kechishi mumkin emas. Ya'ni minusda chiqib ketishi mumkin. O'shani hisobiga biz ikki xil yechim taklif qilamiz. Ya'ni birinchi yechimimizda biz xuddi o'sha o'zlarining tarozilarini upgrade qilib beramiz. Upgrade qilib berganimizda buning ichiga nimalar kiradi? Kompyuterimiz kiradi, web kamera, kronshtaynlar bo'ladi, o'zimizning sistemalarimiz, sinovlarimiz ichiga kiradi. Bu 9.897.5 mingga, ya'ni $767 to'g'ri keladi. Ikkinchisida qanaqa bo'ladi? Misol uchun yangi boshlayotgan supermarketlar bo'ladigan bo'lsa, ularda hech qanaqa tarozisi yo'q. U noldan olib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu narsaga tarozining o'zini ham tannarxi qo'shiladi. Ya'ni bu narxi 16.347.5 mingga to'g'ri keladi. Bu narsa hammasi hisoblab chiqilgan. Xo'p, bu narsa biz qilayotgan loyihamiz o'zini 2-3 oyda bemalol qoplaydi. Ya'ni misol oladigan bo'lsak, oddiy bitta supermarketda eng kamida 10 tagacha tarozi bo'ladi. Ya'ni 10 tagacha tarozini biz integratsiya qilganimizdan keyin bu narsa o'zini ham qoplaydi, tadbirkorga ham juda katta plyus bo'ladi. Keyin bizdagi hozirgi rejalar birinchi bo'lib lokal boshlanadi, ya'ni Farg'onadan boshlaymiz.
Farg'onadan boshlaganimizdan keyin kengayamiz, ya'ni Toshkent, Samarqand, Buxoro qilib O'zbekistonga chiqamiz. O'zbekiston tugatganimizdan keyin esa o'sha Markaziy Osiyo hamda globalga ham chiqishga harakat qilamiz. Nima uchun aqlli tarozi kerak? Nima uchun tadbirkorlar bizni tarozimizni olishi shart? Hop, ko'rib chiqishimiz mumkin an'anaviy tarozi hamda xorijiy tarozi va bizni aqlli tarozimizni turib olishimiz mumkin. Hop, mahsulotlarni tanish. An'anaviy tarozida yo'q, xorijiy tarozilarda bor. Xorijiy tarozilarda bor, lekin O'zbekistonga hali kirib kelmagan. Hop, avtomatik chek chiqarish an'anaviy tarozilarda yo'q, xorijiy tarozilarda bor, lekin yana bu narsani integratsiya qilish kerak bo'ladi. Hop, undan keyin pluv xatolari juda ham ko'p bo'ladi bu narsa. Xorijiy tarozilarda bu xato narsalar yo'q. Undan keyin o'zbek tili deyilgan. Biz bu aqlli tarozimizga faqatgina o'zbek tilida bo'lib qolmaydi. Ya'ni hozirda turizm rivojlanyapti. Shu narsani yanada rivojlantirishimiz uchun biz o'zimizning sistemamizga tillarni ham qo'shib chiqamiz. Ya'ni o'zbek tili, ingliz tili, rus tili. Agar yanada turistlar ko'payib ketadigan bo'lsa, talabga qarab turib tillarni ham qo'shamiz. Mahsulotimiz asosan kimlar uchun? Mahsulotimiz birinchi o'rinda supermarketlar uchun kerak bo'ladi. Chunki atda mahsulotlar ko'p hamda xaridlar ko'p bo'ladi. Bundan tashqari turizm hududlari, ya'ni Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarga kerak bo'ladi. Undan tashqari biz bu tarozimizni bozorlarga, aeroportlarga yoki kafelarga qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu loyihamiz bilan O'zbekistonda birinchi bo'lamiz. Ya'ni O'zbekistonda bunaqa aqlli tarozi sistemasi hali yo'q, lekin integratsiya qilayotgan odam birinchi bo'lib biz bo'lyapmiz. Hammaga rahmat. Bu bizning asosiy g'oyamiz.